sport haqida. Sportga qarshi odamlar ham albatta bor bo'lsa kerak oramizda. Hamma o'zini ham, farzandini ham sog', epchil, jismonan baquvvat, kasal bo'lmagan, quvvatli bo'lishini xohlaydi. Ammo hamma ham mana shu narsaga kerak ish qiladimi, yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni jismonan sog'lom, quvvatli bo'lishiga qattiq haris bo'lganlar. Mana bir qancha hadislarni ko'rib chiqamiz. Aqli bor odam xulosa chiqarib olaveradi. Rasululloh har tomonlama mukammal inson bo'lgan. Jismoniy, badaniy quvvat haqida ham. Imom Ahmad va Abu Dovudlardan keltirilgan hadis, Oysha onamiz aytadilar: Rasululloh men bilan musobaqalashgan edilar, men u zotdan o'zib ketdim. Chunki 50 dan o'tgan paytda Oysha onamizga uylangan Rasululloh. Shu ayolini ko'yini uchun safardan kelayotganda, sizlar ketib turaveringlar deb turib, qo'shindi yoki hamrohlarini musobaqa o'ynagan yugurib. 53 ga kirgan erkak yosh ayoli bilan o'zib ketdim deydi. Keyin vaqt o'tdi deydi Oysha onamiz. Menga sal go'sht bitgandan keyin Rasululloh o'zib ketdi. Bu haligi bilan barobar deb qo'ydi. Sportmi bu? Yana kim bilan? Ayoli bilanmi? Ayrim odamlar aytadi, sport bilan deydi shug'ullanishlik odamni viqoriga, haybatiga, bizning tilda avtoritetiga to'g'ri kelmaydi. Yugurib yurishini tasavvur qil, domlani deydi. Rasululloh ayoli bilan yuguryaptimi? Bu kishini g'ururiga, haybatiga, salobatiga, avtoritetiga putur yetkazmas ekan. Chunki odamlarning nazarida qoraka degani yoki musulmon degan umuman sport bilan shug'ullanmaydigan, doim sparishda biroz so'zsa ham indamay ketaveradigan, shu eshib turadigan odam tushunishardi. Mana hadislarda o'qiymiz, xulosa olinglar. Chunki bizga ana shu dinsizlik davrida dindorlarni shunaqa deb tushuntirib qo'ygan miyamizga. Qayerga bo'lsa qulluq qilgan, hali biroz so'zsa ham indamay ketaveradigan. Unaqa emas. Unaqa emas. Ulamolar aytishadi, Oysha onamizni mana shu aytgan hadisida yugurib musobaqa qilishi payg'ambarimiz mahram bo'lgan erkak va ayollar o'rtasida musobaqa o'tkazish mumkinligiga dalil bo'ladi va bu narsa kishini viqoriga, sharafiga, ilmiga, fazliga, yoshining ulug'ligiga nomunosib degan so'zni noto'g'riligini ko'rsatib beradi. Rasulullohning manzilatidan kimning manzilati baland? Rasululloh sport bilan shug'ullangan ekan. Yana ayoli bilan musobaqa qilgan ekan, birodarlar. Ming afsus bo'lsinki, birodarlar, ko'pchilik musulmonlar, xususan payg'ambarimizning sunnatini qilyapman deb da'vo qilayotganlar bu narsalarni bilmaydi. Sunnatga amal qilyapman deydi, o'zi qarasangiz ayni sunnatni tark qilayotgan bo'ladi. Demak, bu narsa bizni viqorimizga, sharafimizga, ilmimizga, yoshimizga nima qilmas ekan? Zarar qilmas ekan. Imom Muslim va Imom Ahmaddan keltirilgan hadis. Sahobalar payg'ambarimiz bilan ana shu safarlarning birida qaytib kelishar ekan, Ansorlardan bir kishi, hech qachon yengilmagan kishi, men bilan Madinaga birinchi yetib borishlikda musobaqa qiladigan odam bormi dedi. Bu odam biror marta yengilmagan odam edi. Demak, bu musobaqa bo'lib turgan va doim bu odam yutib turgan. Rasulullohning sahobalari sport musobaqasi bilan shug'ullangan. Shunda Salamat ibn Akva roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, ota-onam fido bo'lsin sizga. Menga ruxsat bering, men yuguray shu odam bilan" dedi. Otdan tez yugurgan deyiladi Salamat ibn Akva roziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xohishingiz bo'lsa mayli dedi. Salama aytadi, boyagi odamdan o'zib ketdim deydi. Sport musobaqa bo'lishini payg'ambarimiz nima qilyapti? Yo'lini beryapti. Sport haqida. Sportga qarshi odamlar ham albatta bor bo'lsa kerak oramizda. Hamma o'zini ham, farzandini ham sog', epchil, jismonan baquvvat, kasal bo'lmagan, quvvatli bo'lishini xohlaydi. Ammo hamma ham mana shu narsaga kerak ish qiladimi, yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni jismonan sog'lom, quvvatli bo'lishiga qattiq haris bo'lganlar. Mana bir qancha hadislarni ko'rib chiqamiz. Aqli bor odam xulosa chiqarib olaveradi. Rasululloh har tomonlama mukammal inson bo'lgan. Jismoniy, badaniy quvvat haqida ham. Imom Ahmad va Abu Dovudlardan keltirilgan hadis, Oysha onamiz aytadilar: Rasululloh men bilan musobaqalashgan edilar, men u zotdan o'zib ketdim. Chunki 50 dan o'tgan paytda Oysha onamizga uylangan Rasululloh.
Shu ayolini ko'yini uchun safardan kelayotganda sizlar ketib turaveringlar deb turib, qo'shinda yoki hamrohlarini musobaqa o'ynagan yugurib. 53 ga kirgan erkak yosh ayoli bilan o'zib ketdim deydi. Keyin vaqt o'tdi deydi Oysha onamiz. Menga sal go'sht bitgandan keyin Rasululloh o'zib ketdi. Bu haligi bilan birobar deb qo'ydi. Sportmi bu? Yana kim bilan? Ayoli bilanmi? Ayrim odamlar aytadi, sport bilan deydi shug'ullanishlik odamni viqoriga, haybatiga, bizning tilda avtoritetiga to'g'ri kelmaydi. Yugurib yurishini tasavvur qil, domlani deydi. Rasululloh ayoli bilan yuguryaptimi? Bu kishini g'ururiga, haybatiga, salobatiga, avtoritetiga putur yetkazmas ekan. Chunki odamlarda nazarida qora aka degani yoki musulmon degan umuman sport bilan shug'ullanmaydigan, doim siparishda biroz so'zsam indamay ketaveradigan, shu eshib turadigan odamni tushunishadi. Mana hadislarda o'qiymiz, xulosa olinglar. Chunki bizga ana shu dinsizlik davrida dindorlarni shunaqa deb tushuntirib qo'ygan miyamizga. Qayerga bo'lsa qulluq qilgan, hali biroz so'zsam indamay ketaveradigan. Unaqa emas. Unaqa emas. Ulamolar aytishadi, Oysha onamizni mana shu aytgan hadisida yugurib musobaqa qilishi payg'ambarimiz mahram bo'lgan erkak va ayollar o'rtasida musobaqa o'tkazish mumkinligiga dalil bo'ladi va bu narsa kishini viqoriga, sharafiga, ilmiga, fazliga, yoshining ulug'ligiga nomunosib degan so'zni noto'g'riligini ko'rsatib beradi. Rasulullohning manzilatidan kim manzilati baland? Rasululloh sport bilan shug'ullangan ekan. Yana ayoli bilan musobaqa qilgan ekan, birodarlar. Ming afsus bo'lsinki, birodarlar, ko'pchilik musulmonlar, xususan payg'ambarimizning sunnatini qilyapman deb da'vo qilayotganlar bu narsalarni bilmaydi. Sunnatga amal qilyapman deydi, o'zi qarasangiz ayni sunnatni tark qilayotgan bo'ladi. Demak, bu narsa bizni viqorimizga, sharafimizga, ilmimizga, yoshimizga nima qilmas ekan? Zarar qilmas ekan. Imom Muslim va Imom Ahmaddan keltirilgan hadis. Sahobalar payg'ambarimiz bilan ana shu safarlarning birida qaytib kelishar ekan, Ansorlardan bir kishi, hech qachon yengilmagan kishi, men bilan Madinaga birinchi yetib borishlikda musobaqa qiladigan odam bormi dedi. Bu odam biror marta yengilmagan odam edi. Demak, bu musobaqa bo'lib turgan va doim bu odam yutib turgan. Rasulullohning sahobalari sport musobaqasi bilan shug'ullangan. Shunda Salamat ibn Akva roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, ota-onam fido bo'lsin sizga. Menga ruxsat bering, men yuguray shu odam bilan" dedi. Otdan tez yugurgan deyiladi Salamat ibn Akva roziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xohishingiz bo'lsa mayli dedi. Salama aytadi, boyaga odamdan o'zib ketdim deydi. Sport musobaqa bo'lishini payg'ambarimiz nima qilyapti?